Salom hammaga, kanalimizga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan birinchi darsimiz to be mavzusini o'rganamiz. Xo'p, to be o'zi nima? To be ingliz tilida bo'lmoq degani, biz uni kim ekanligimiz, qayerda ekanligimiz, qanaqa holatda ekanligimizni aytish uchun ishlatamiz. Misol uchun, I am a doctor. Nimaga bu yerda men to be ni ishlatdim? Sababi men bu yerda kim ekanligimni aytyapman, ya'ni doctor. Ya'ni o'shaning uchun bu yerda to be ni ishlatdim, ya'ni amni. Keyingi holat. I'm at home. Ya'ni bu yerda to be ishlatganimning sababi bu yerda qayerda ekanligimni aytyapman. O'shaning uchun bu yerda to be ni ishlatdim. Ya'ni qayerda ekanligimni aytish uchun mana bu yerda to be ishlatganman. Hop, keyingisi I'm sad. Ya'ni men xafaman. Ya'ni bu yerda holatni tasvirlayotganligim uchun bu yerda to be ishlatganman. Ya'ni qanday holatda ekanligimni aytish uchun. Hop, endi keyingi ko'radiganimiz to be ni hozirgi zamonda 3 xil shakli bor. Bular am, is, are. Hop, biz har doim I olmoshi bilan am ni ishlatamiz. He olmoshi bilan is ni ishlatamiz. He bu yerda o'g'il bolaga nisbatan bo'ladi. She olmoshi bilan is ni ishlatamiz. Bu esa qiz bolaga nisbatan bo'ladi. It olmoshi bilan esa is ni ishlatamiz. Endi bu jonsiz narsalar uchun ishlatiladi. Jonsiz predmet, jonsiz narsalar. You. Endi bu yoq ko'plik. You, sen yoki sizlar degani. Misol uchun endi bunga are ni ishlatishimiz kerak. Ya'ni ko'plik bo'ladi bunda. We ga ham are ni ishlatamiz. Bu yerda ham ko'plik, biz degani we. Endi they ga ham are ni ishlatamiz. Ya'ni bu ham ko'plik, tarjimasi ular degani. Hop, endi to be ni darak shaklini ko'radigan bo'lsak, bizda subject plus to be plus boshqa so'zlar. Boshqa so'zlar deganda bu yerga adjective qo'yish mumkin, ya'ni sifat, time expression, ya'ni vaqtlarni qo'yish mumkin. Yoki object qo'yish mumkin. Xullas, xohlagan so'zingizni qo'yishingiz mumkin bu yerga. Endi darak shaklida davom etadigan bo'lsak, I'm a student. Men talabaman. Ya'ni I bilan biza amni ishlatishimiz kerak. You are my friend. Sen meni do'stimsan. You bilan biza are ni ishlatdik. He's at home. U uyda. Ya'ni bu yerda he bilan is ni ishlatganmiz. She's happy. U xursand. She bilan bu yerda is ni ishlatganmiz. It is cold today. Bugun havo sovuq. Ya'ni bu yerda it bilan is ni ishlatdik. We are ready. Biz tayyormiz. Bu yerda we bilan are ni ishlatdik. Sababi bu yerda we ko'plikda bo'lganligi uchun. They are teachers. Ular o'qituvchilar. Bu yerda ham ko'plik, o'shaning uchun biz are ni ishlatib oldik. Hop, keyingi ko'radigan narsamiz to be ning inkor shakli. To be ning inkor shakli subject plus to be plus not va boshqa so'zlar bilan yasaladi. I'm not a student. Men talaba emasman. Ya'ni bu yerda amdan keyin kelyapti not. Ya'ni inkor qilish uchun am to be dan keyin biz not ni qo'shib qo'ysak inkor bo'ladi. Keyingisi you are not my friend. Sen meni do'stim emassan. Keyingisi he's not at home. U uyda emas. She's not happy. U xursand emas. It is not cold today. Bugun havo sovuq emas. We are not ready. Biz tayyor emasmiz. They are not teachers. Ular o'qituvchilar emas. Endi to be ni so'roq shaklini ko'radigan bo'lsak, to be plus subject plus boshqa so'zlar. Biza to be ni so'roq shaklida e'tibor bergan bo'lsanglar,
Ya'ni subjectdan oldinga chiqadi to be. Ya'ni subjectdan oldinga chiqarib qo'ysak, so'roq shakli bo'ladi. Misol uchun, am I a student? Men talabamanmi? Are you my friend? Sen mani do'stimmisan? Is he at home? U uydami? Is she happy? U xursandmi? Is it cold today? Bugun havo sovuqmi? Are we ready? Biz tayyormizmi? Are they teachers? Ular o'qituvchilarmi? Ular shu kabi so'roq shaklini yasasanglar bo'ladi. Endi short answers'ni ko'rib chiqadigan bo'lsak, short answers'larni. Short answers. Am I a student? Ya'ni men talabamanmi? Bunga qisqa javob berish o'rniga qisqa javob beradigan bo'lsak, yes, I am. Agar unaqa bo'lmasa, no, I'm not deymiz. Are you my friend? Sen mani do'stimmisan? Yes, you are. Keyingisi agar yo'q bo'lsa, no, you aren't deymiz. Is he at home? U uydami? Yes, he is. Ya'ni qaysi olmoshda savol berilsa, o'sha olmosh bilan javob qaytaramiz. Agar yo'q bo'lsa, no, he isn't deymiz. Is she happy? Yes, she is. Agar unaqa bo'lmasa, no, she isn't. Is it cold today? Bugun havo sovuqmi? Yes, it is. Ko'rayotgan bo'lsak, bu yerda ham it bilan savol berilyapti va it bilan javob qaytaryapmiz. No, it isn't deymiz agar unaqa bo'lmasa. Are we ready? Biz tayyormizmi? Yes, we are. Ha, biz tayyormiz. Agar unaqa bo'lmasa, no, we aren't. Are they teachers? Ular o'qituvchilarmi? Yes, they are. Agar unaqa bo'lmasa, no, they aren't deymiz. Keyingisi 5 common mistakes. I bilan to be ni noto'g'ri ishlatilishi. Ko'pchilik I tired deb qo'yadi, lekin bu yerda I am tired bo'lishi kerak. Boya aytib o'tganimdek, biz holatni tasvirlayapmiz. O'shaning uchun biz to be ishlatishimiz kerak va I bilan am almashish kelishi kerak. I bilan is, are ishlatish. Misol uchun, I is a student deb qo'yishadi, lekin bu xato. Biz I am a student deyishimiz kerak. Uchinchi holati he, she, it bilan are ishlatish. Misol uchun, she are happy deb qo'yadi. Lekin o'zi she's happy bo'lishi kerak. To'rtinchi holati you, we, they bilan is ishlatish. You is my friend. O'zi aslida you are my friend bo'lishi kerak. Ya'ni bu yerda you bilan biz har doim are ishlatishimiz kerak. Inkor shaklini noto'g'ri yozish. Ya'ni ko'pchilik yozib qo'yadi I am't ready deb qo'yadi. Lekin bu xato bo'ladi. Biza I am not ready deyishimiz kerak. Xullas, bugungi darsimiz shu edi. Agar qanchalik yaxshi o'rganib olganliklarini bilish uchun shu mashqlarni bajarib ko'ring. O'zingizni bilimingizni tekshirib ko'ring va izohlarda o'z javoblaringizni qoldiring. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi darslarimizni o'tkazib yubormang.